O'rmonning o'rtasidan o'tgan yo'l. Bu yerda men taybani topib oldim. Ustidan o'tib ketdim mashina bilan. Bosib olishimga sal qoldi. Men bilan ketasanmi uyga? Ketdikmi? Ketdik bo'pti. Lekin vaqti zo'r joylaygan. Vaqti maza qiladigan joylaygan lekin. Assalomu alaykum, bratim, qandaysiz? Uyga ketamiz. İşte kesib turasiz endi. Bo'pti. Mashinaga o'tdi. Endi men parobkami, idishni topish kerak, uyda boqishga. Topamiz. Bo'lmirtni olamiz. Joylarni qaranglar, voy. Vapshim kayib beradigan joylar bu. Men shu yerga keldim hozir. Dastavka olib keldim. To'y boqishar ekan. To'ydan olib ketamiz bagajga solib. Oldin mamsur oldin in bu yoqda turgan ekan. Keyin bu yoqda turgan ekan. Endi bu yoqqa ko'chirib qo'yishibdi. Gazonni shunaqa urishadimi deyman deb bular. Chiroyli ekan. To'g'ri. Bu yoqda ham to'g'ri bor ekan. Zo'r joylaygan lekin. Yana bitta hayvonni ko'rib qoldim. Oh, ketdi qochib. Yomg'ir yog'ganda biz yashaydigan joyda hamma yoqni quyon bosib ketadi. Yomg'ir yog'gandan keyin ularning iniga suv to'ladi, inidan chiqib aylanib yurishadi, ovqat anaqa qilib, qidirib. Inidagi suv ketmaguncha. Endi hozir Walmartga kelganman. Tashbaqa uchun bu narsa olamiz. Yashashga qulaylik yaratamiz. Bolalar qarmoqlarni sinab ko'rishyapti. Bitta korzinka olamiz. Mana bunaqa plastmas idishlardan bittasini olsak. Chuqur masrog'ini qidiryotgandim. Boshqasi yo'q ekanda. 15 dollar ekan. Bo'ldi endi. Bunga tegiga solishga narsa qaraymiz. Hozir hayvonlarning отделiga keldim, men akvarium bor ekan. Undan ko'ra shuni ola qolaydi, ammo bitta ham kakras tegiga soladigani bor ekan. Tashbaqa uchun. Kalta kesish uchun kakras to'g'ri kelar ekan. Uni tegiga solib qo'yilsa, bunaqa bitta uychami bu narsa. Kerak. Shamaga sig'maydi. Buni chekada qolamiz. Akvarium ola qolaylik. Bu narsani ham qo'shib olamiz. Bu narsani ham ola qolamiz. Kerakli narsalarni oldik shekilli. Bo'ldi, uyga boramiz. Bo'ldi, to'landi.
Akvariumni ham olib kelib oldik. Nima qo'yamiz akvariumga? Xudoy qo'yamiz tashbaqani. Ana, o'xshadi. Endi tashbaqani qo'yamizmi? Ana. Ovqat berib qo'yamiz endi bunga. Ovqat berib qo'yamiz. Kulyaptimi? Ovqat yeymikan mana ovqatni. Yana tutush qilib qo'ydimi? Rostdan ham yana tutush qilib qo'ydi o'g'lim. Mana tashbaqa uchun ham chiroyli joy yaratib qo'ydik. Maza qilib yashayveradi endi. Like, подписка, kommentariya. Sog' bo'lasizlar.